Zapisni yoqib oldim. Boshlaymiz. Xo'p, Z avlod kitobi. Bu tanishtiraman azizlar. Bu kitobdan test tashladim 2 bor. Bu ikkinchisi. Bu kitob milliy sertifikat imtihonidagi savollardan ichida borligi sababli sizlarga tashladim. Ko'p savollardan olingan ekan va fikrlab ishlaydigan misollar tashlangan. Shuning uchun ham bu kitobni saviyasi judayam baland hisoblanadi. Birinchi, xullas, natural sonlar mavzusiga umuman boshqacha savol qolmaganda, hamma turidan bittadan ko'rilgan holatda. Demak, nechta raqam bor? Bizda 0 dan tortib 9 gacha raqamlar deganmiz-a? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 dan tortib 9 gacha 9 ta, 0 bilan 10 ta, azizlar. Demak, B variant to'g'ri ekan. Nechta toq raqam bor? Nechta toq raqam bor? Yozinglarchi azizlar, nechta toq raqam bor desa. Faqatgina shu yozgan 10 ta son raqam ichidan toqlarini yozar ekanmiz. Demak, qaysilari yashil bilan belgilab qo'yaman? 1, 3, 5, 7 va 9. Demak, 5 ta toq raqam bor ekan, azizlar. A variant to'g'ri ekan. Eng katta raqam nimaga teng? Eng katta raqam mana bu bizda yozganimiz 9. Shuning uchun A variant to'g'ri bo'lar ekan, azizlar. Eng kichik raqam nimaga teng? 0 dan boshlanganligi sababli eng kichigi mana bu 0 ga teng. Demak, B variant to'g'ri ekan, azizlar. Eng kichik raqam eng katta raqamdan qanchaga kichik? Mana bizda eng katta raqam, mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin, 9 ga teng. Eng kichik raqam bo'lsa 0 ga teng. Qanchaga kichik bo'lyapti? Ayiramiz. 9 taga kichik bo'lyapti. Demak, 5 C javob to'g'ri ekan, azizlar. 6-si, eng katta juft raqam eng kichik juft raqamdan nechtaga ko'p? Eng katta juft raqamimiz bizda 8 ga teng, azizlar. Eng kichik juft raqamimiz bo'lsa 0 ga teng. 8 dan 0 ni ayirsak, javobimiz 8 ga teng. A variant to'g'ri ekan. Eng katta toq raqam va eng kichik juft raqam ko'paytmasini toping. Xo'p, eng katta toq raqam qaysi, azizlar? Bu 9. Eng kichik juft raqamchi? Bu 0. Ikkalasini ko'paytmasi 0 ga teng bo'ladi. Demak, C variant to'g'ri ekan, azizlar. 8-si, 4 dan kichik barcha raqamlar yig'indisini toping. 4 dan kichik barcha raqamlar yig'indisi. 4 dan kichkina raqamlar qaysilar? 0, 1, 2, 3. Mana shular yig'indisini so'rayapti, azizlar. Demak, 3 ga 3 6. Demak, B variant to'g'ri ekan. 9-chi misolimiz 6 dan katta barcha raqamlar yig'indisini toping. 6 dan katta barcha raqam deyapti, azizlar. Demak, 7 kiradi, 8 kiradi,
9 kiradi azizlar. 10 raqam emas, 10 bu son azizlar. Xo'p, 9, 8, 0 ular ham son. Lekin bular raqamlardan ajratib olingan son. Raqam deganda faqat 0 dan tortib 9 gachani tushunamiz. Demak, mana shularni yig'indisi bizda 24 ga teng ekan. B variant to'g'ri ekan azizlar. Barcha raqamlar ko'paytmasini toping. Barcha raqamlar ko'paytmasi. Xo'p, 0 dan tortib va hokazo 8, 9. Bular ko'paytirib chiqsak, ko'paytmada bitta 0 raqami qatnashdimi? Demak, barchasi 0 ga teng bo'ladi azizlar. A variant to'g'ri ekan. Keyingi misolimiz barcha tog' raqamlar ko'paytmasi nechaga teng? Barcha tog' raqamlarni yozamiz azizlar. 1, 3, 5, 9. Bo'ldi, mana shularni ko'paytmasini so'rayapti. Demak, hop, bizda 7 qolib ketibdi-ku. Aytdim, ko'paytmasi kichik chiqyapti dedi. Hop, ko'paytmasi 15, 15 dan 7 tasi va 15 dan 63 ga ko'paytirsak 945. Adashmasam B variant to'g'ri bo'lar ekan. 12-chi misolga o'tamiz. Ikkita turli xil raqamlar raqam yig'indisi eng ko'pi bilan nechaga teng bo'lishi mumkin? Hop, ikkita raqam bo'lsin ekan, eng ko'pi bilan nechaga teng bo'lishi mumkin deyapti. Turli xil degan joyini tagiga chizib qo'yaman. Va biz nimani olamiz? 8 va 9 ning yig'indisi. Chunki eng ko'pi bilan degani uchun eng kattalarini olaman azizlar. 8 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak, 17 da variant to'g'ri ekan. Ikkita turli xil raqam yig'indisi eng kamida deganligi sababli mana bu yerga turli xil degan joyini chizib qo'yaman. Va eng kamida degan joyini ham chizib qo'yaman. Shuning uchun eng kam bo'lgan 0 bilan 1. 0 bilan 1 yig'indisi 1 ga teng. Demak, 13 ning javobi A variant to'g'ri ekan azizlar. 14-misolimizga yetib keldik. Ikkita turli xil raqam ko'paytmasi eng ko'pi bilan nechaga teng bo'lishi mumkin? Turli degan joyiga qarab qo'yamiz va biz 8 bilan 9 ni ko'paytmasini olamiz. 14-javobimiz C variant. 72 degan javobimiz to'g'ri ekan. Ikkita raqam ko'paytmasi eng kamida nechaga teng bo'lishi mumkin? Kamida deyapti azizlar. Xo'p, nima qilamiz? Eng kamida deganligi uchun kamlarini olamiz, ya'ni 0 bilan 1 ni. Shu joyda turli degan joyi yo'q ekan azizlar. Shuning uchun turli deganligi sababli ikkita 0 ni olamiz. Turli so'zi yo'q bo'lsa azizlar, ikkita bir xil olamiz. Demak, 0. C variant to'g'ri ekan azizlar. Turli so'zi bo'lmasa, mana shularni bir xil olishimiz kerak. Agar turli so'zini o'zi aytib qo'ysa, keyin turlisini olamiz. Ikkita raqam yig'indisi eng ko'pi bilan nechaga teng bo'lishi mumkin? Ustoz, bu savol qaytalanyapti deb o'ylamang. Mana qaranglar, ikkita turli xil raqam yig'indisi eng ko'pi bilan degan, turli xil degan so'zi bor. Bu yerda turli xil degan so'zi yo'q. Eng ko'pi bilan degan so'zi bor xolos, faqatgina. Nima qilamiz shu joyida? Endi 9 bilan 9 ni olamiz. 18 degan javob bo'ladi. Chunki bizda turli xil degan variant yo'qligi sababli bir xil bo'lsa ham bo'laveradi degan ma'noda aytadi. Demak, B variant to'g'ri bo'lar ekan. Tepadagi savolimiz bilan bu savolimiz mutlaqo boshqa narsa. Chunki bu yerda turli so'z ishlatilmayapti.
17 misol. Ikkita raqam yig'indisi eng kamida nechaga teng bo'lishi mumkin? Hop, yig'indisi eng kamida deyapti. Eng kamida bizda 0 bilan 0 bo'lishi mumkin. Chunki turli demayapti. 0 bilan 0 ni yig'indisi albatta 0 ga teng bo'ladi. S variant to'g'ri ekan. Ikkita juft raqam yig'indisi eng ko'pi bilan nechaga teng bo'lishi mumkin? Xo'p, ikkita juft raqam qaysilar? Eng katta deyish uchun biz eng kattasini olamizmi, azizlar? Xo'p, eng katta juft raqam bu bizda 8 ga teng. Xo'p, turli demaganligi sababli ikkita 8 yozaveraman. Agar shu joyida turli degan so'zi bo'lsa edi, boshqasini olardik. Ya'ni 6 bilan 8 ni olar edik. Demak, 8 ga 8 ni yig'indisi 16 ga teng ekan. S variant to'g'ri ekan, azizlar. 19. Uchta raqam yig'indisi eng ko'pi bilan nechaga teng bo'lishi mumkin? Eng ko'pi bilan deyapti, turli demayapti. Demak, hammasi bir xil bo'ladi. 9, 9, 9, 27. B variant to'g'ri ekan, azizlar. Shu joyda agar mabodo turli degan so'zi bo'lsa edi, nima qilardik? Turli degan so'zi bo'lsa edi, mana 21 misolda aynan shunisi bor ekan, azizlar. 3 ta turli xil raqamlar yig'indisi eng ko'pi bilan nechaga teng bo'lishi mumkin? Ana endi 7, 8, 9 ni olamiz. Mana o'shanaqa misoli ham bor ekan. 24 degan javob bo'ladi. Bu S variant bo'ladi, azizlar. Chalg'imaymiz, azizlar, mana shu joylarida. 20 ni tahlil qilib qo'yamiz. 3 ta turli xil toq raqam yig'indisi eng kamida nechaga teng bo'lishi mumkin? 3 ta turli xil toq raqam yig'indisi eng kamida deyapti. Kamida deganligi sababli biz turli xil deganligi sababli 0, 1 eng kichiklarini olamiz va turlilarini olamiz. 3. Voy, uzr, mana bu yerda toq degan so'zni tashlab ketibman. Toq deganligi sababli, azizlar, mana bu yerda 2 bo'lmaydi. Mana shuni o'rnida 1, 3, 5 bo'ladi, azizlar. 3 ta turli xil, mana turli xil kelyapti. Eng kam bo'lish uchun kamlarini olyapman, azizlar. Bularni yig'indisi 9 ga teng bo'lar ekan. D variant to'g'ri ekan, azizlar. 22 ga o'tamiz. Quyidagi ma'lumotlardan nechtasida natural sonlar haqida to'g'ri ma'lumot berilgan? Aynan mana shu savol milliy sertifikat imtihonlarida tushib kelgan savollardan terma qilib terilgan, mavzulashtirilgan. Quyidagi ma'lumotlardan nechtasi natural sonlar haqida to'g'ri deyapti. To'g'rini tagiga chizib qo'yamiz. To'g'ri ma'lumotni axtaramiz. Sanoqda foydalaniladigan sonlar natural sonlar deyiladi. Ha, albatta. Natural sonlar sanashda foydalaniladigan sonlar edi. Birinchi ma'ruzamizni o'tganmiz, azizlar. Demak, eng kichik natural son 1 ga teng. Ha, eng kichik natural son 1 ga teng. Xo'p, bu ham to'g'ri. Birdan farqli har bir natural son o'zidan oldingi songa 1 qo'shish natijasida hosil bo'ladi. Albatta. Misol uchun 9 ni olsak, 8 ga 1 ni qo'shish natijasida hosil bo'ladi. 10 ni olsak, 9 ga 1 ni qo'shish natijasida hosil bo'ladi. Demak, har qanday natural son o'zidan oldingi songa 1 ni qo'shish natijasida hosil bo'ladi. Shuning uchun ham cheksiz ketaveradi-da. Eng katta natural son mavjud emas. Bu ham to'g'ri. 0 ham natural son deb aldab qo'yapti shu joyda. 0 kirmaydi. Demak, bizda 1, 2, 3, 4. 4 tasi to'g'ri ekan. B variant to'g'ri. Demak, 22-savolimiz B variant to'g'ri ekan. 23-misolimiz quyidagi nechta ketma-ket kelgan natural sonlarga misol bo'la oladi? Azizlar, xo'p, mana bu berilgan sonlardan hammasi natural son bo'lsin ekan. O'zi hammasi naturalligi ko'rinib turibdi, lekin ketma-ket kelsin ekan.
Ketma-ket degani hammasi birga farqli bo'lsin, ha? Birdan boshlansin demayapti. Faqat birga farqli bo'lsin deyapti. 7, 8, 9, 10 bu ketma-ket kelyapti. Buni olamiz. 10, 20, 30 bu ketma-ket kelmayapti. Birga farq qilmayapti bular. 10 ga farq qilyapti. Shuning uchun ikkinchisini olmaymiz. 2, 4, 6, 8 ketma-ket kelmayapti. 2 ga farq qilyapti. Buni ham olmaymiz. 55, 56, 57, 58 bu ketma-ket. 105, 107, 109, 111lar esa 2 ga farq qilyapti. Bularni olmaymiz. Demak, bizda ikkitasi olinar ekan. B javob to'g'ri ekan, azizlar. 24. Quyidagilardan nechtasi ketma-ket kelgan juft sonlarga misol bo'la oladi? Ana endi qaranglar. Mana bu shu joyiga chizib qo'yamiz. Ketma-ket kelgan juft sonlar. Milliy sertifikat imtihonida ham azizlar mana shunday belgilab olib ishlang. Chunki shundoq misollarni ishlab bo'lganingizdan keyin javobni belgilab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni avtomatik javobga ko'zingiz ketib qoladi. Shuning uchun agar mana shu kalit so'zlarni belgilab qo'ysangiz, oxirida ishlab bo'lganingizdan keyin bitta nimani so'rayotgan ekanligiga qarab qo'yasiz, azizlar. Quyidagilardan nechtasi ketma-ket kelgan juft son? Endi hop ketma-ket kelsin ekan, juft son bo'lsin ekan. Hop, mana bu birinchi variant chiqarib yuboramiz. Buning ichida to'qlari ham aralash. Ikkinchisiga qaraymiz. Hammasi juft son kelyapti va 2 ga farq qilyapti. Ketma-ket kelishi uchun juft sonlar 2 ga farq qilish kerak-a? Demak, ikkinchisini olamiz. 20, 22, 24, 26. Hop. 45 faqat 90lar kelyapti. 2 ga farq qilyapti, lekin 90 kelyapti. Bizda juft sonni so'raganligi sababli bu variantni ham chiqarib yuboramiz. 10, 20, 30, 40 10 ga farq qilyapti. Umuman bizda boshqa narsani so'rayapti. Shuning uchun bu variant ham chiqib ketdi. 84, 86, 88, 90. Mana bu bizda ketma-ket kelgan juft sonlarga misol bo'la oladi. Ikkitasi to'g'ri ekan, azizlar. B variant to'g'ri ekan. Shu joyda yaxshilab savollarga diqqat qilamiz. Nechtasi noto'g'ri deb ham so'raydi, azizlar. Chalg'itib so'raydi. Juda ko'p o'quvchilar shunda to'g'risini sanab qo'yib, to'g'risini olib qo'yadi-da, savolga e'tibor bilan o'qimaydi. Shu e'tibor bilan o'qishni o'rganamiz. 25 dan kichik ketma-ket kelgan eng katta ikkita natural sonlarning yig'indisini toping deyapti, azizlar. Xo'p, 25 dan kichik bo'lsin ekan, demak 25 kirmayapti. Eng katta bo'lsin ekan, 23 ni olamiz. Toq deyaptimi? Yo'q, toq demayapti, azizlar. 23 va 24 ni olamiz. Eng kichik ketma-ket kelgan ikkita natural son. Mana shular 25 dan oldin ketma-ket keladi. Ya'ni 23, 24, keyin 25 keladi. O'shani nazarda tutib aytyapti. Bular yig'indisi bizda 47 ga teng bo'lar ekan, azizlar. B javob to'g'ri ekan. 26-savolga yetib keldik. 12 dan katta dastlabki 3 ta natural sonlar yig'indisini toping. Dastlabki desa ketma-ket so'zi bilan sinonim. 12 dan katta 12 dan keyinoq olinadigan sonni so'rayapti. Ya'ni 13, 14 va 15 ni so'rayapti, azizlar. Mana bu 12 dan katta bo'lsin ekan. Hop, bularni yig'indisi 42 ga teng, azizlar. B variant to'g'ri ekan. Keyingi misolimiz 27. 24 dan katta dastlabki 3 ta juft sonlar yig'indisini toping. 24 dan katta bo'lsin va 3 ta juft son bo'lsin ekan. Shu yerga kalit so'zni tagiga chizib qo'yamiz. Xo'p, 24 dan katta juft son qaysi? 26 albatta. Undan keyingisi 28 va yana 3 ta deganligi uchun undan keyingisi 30. Uchalasini yig'indisini qo'shib qo'yamiz, azizlar. Demak, 26, 28, 30 ning yig'indisi adashmasam 84 bo'ladi. C variant to'g'ri ekan. Xo'p, keyingi testga o'tamiz. 1 dan boshlab 9 gacha nechta natural son bor? Xo'p, 1 dan boshlab
9gacha 9ta natural son bor. Chunki 1dan boshlab sanab ketamiz, azizlar. Gacha desa, shu yerda formulasini o'rgatib ketaman, azizlar. 1dan 9gacha, ya'ni 1dan n'gacha, 1dan n'gacha natural sonlarni topishimiz uchun keyinlar a dan bgacha deb yozay, shuni umumiy formula qilib yozaman. Xo'p, a dan bgacha natural sonlar, ya'ni kattasidan kichigini ayirib, bdan ani ayirib, birni qo'shib qo'yamiz. Doimo mana shu misolimiz to'g'ri chiqaveradi. Ya'ni nechta son borligini topish uchun bdan ani ayirib, gacha desa birni qo'shib qo'yaveramiz. Demak, 9dan 1ni ayiramiz va 1ni qo'shamiz. Javobimiz 9ta. Buni sanab qo'ysak ham chiqaveradi, lekin keyingi misollarimizda sanab qo'ysak topolmay qolishimiz mumkin. Ya'ni sanasak vaqtimiz ketib qoladi. Xo'p, 20dan 1ni ayiramiz va 1ni qo'shib qo'yamiz. Formulaga solib qo'yamiz 20ta. Xo'p, A variant to'g'ri ekan. 30-misolga keldik. 128dan 1dan 128gacha deyapti. 128dan 1ni ayirib, 1ni qo'shib qo'yamiz. Xo'p, nima uchun bu usulni o'rgatyapman? Keyingilarida, azizlar, 1dan boshlanmaydi-da, shuning uchun. Demak, 128ta. S variant to'g'ri ekan, azizlar. 31-misolga yetib keldik. 18dan 32gacha bo'lgan nechta natural son bor? Hop, formulaga tashlaymiz. 32dan 18ni ayiramiz va 1ni qo'shib qo'yamiz, azizlar. Hop, 15ta. A variant to'g'ri ekan, azizlar. 32-misolga o'tdik. 220dan formulaga shunday qo'yib ketaveramiz. Ayiramiz 81ni va qo'shamiz 1ni. Javobimiz 140 bo'ladi. B variant to'g'ri ekan, azizlar. Ikki xonali natural sonlar nechta? Eng katta ikki xonali son necha, azizlar? 99. Eng kichigi qaysi? 10. Ikkalasini ayirib 1ni qo'shib qo'yamiz. Demak, 89, 90ta ikki xonali natural sonlar bor ekan. Uch xonali sonlar nechta? Eng katta uch xonali son 999dan, eng kichigi 100. Ayirib 1ni qo'shib qo'yamiz. Demak, 900ta. B variant to'g'ri ekan, azizlar. 35-misolga yetib keldik. 2dan 20gacha nechta juft son bor deyapti, azizlar. Ana endi 20dan 2ni ayirib 1ni qo'shamiz. Va nechta son borligini topib olib, uni 2ga bo'lamiz. 20dan 2ni ayirsak 18, 18ga 1ni qo'shsak 19. Hop, 19ni teng yarmi nimaga teng? 9ga teng, teng yarmi bitta ko'p bo'lsa 10ga teng. Ya'ni bitta 9 bilan bitta 10 ning yig'indisi 19ga teng. Ya'niki mana shu joyda juft sondan boshlanib, juft sondan tugaganligi sababli juft sonlar ko'p bo'ladi. A variant to'g'ri ekan. Agar 90dan boshlanib 90dan tugasa edi, 90lar ko'p bo'lar edi. Juft sondan boshlab juft sonlar tugaganligi sababli bizda mana shu 2ga bo'lganimizda chiqqan son bittasi ko'proq, bittasi kamroq bo'ladi. Lekin juft sonda bo'lsa-chi, mana bu misolimiz 50dan kichik juft sonlar nechta desa, 50 juft son bo'lganligi sababli 50ni teng 2ga bo'lsak, azizlar, o'zi 1dan 50gacha 50ta son bor-a? Teng 2ga bo'lsak 25tasi 90, 25tasi juft son. 25ta tog', 25ta juft. Demak, B variant to'g'ri bo'lar ekan. 1dan 15gacha nechta 90 bor? Hop, 90dan boshlanib 90da tugayaptimi? Demak, 90lar ko'p. 15ni 2ga bo'lamiz. 7ta chiqyapti. 90larga endi 1ni qo'shib qo'yamiz. 8ta. 7ta juft son, 8ta 90. Demak, B variant to'g'ri bo'lar ekan, azizlar.
38 misolga yetib keldik. 60 dan kichik nechta tog' son bor? 60 dan kichik nechta tog' son bor? Xo'p, 60 ni teng yarmi nimaga teng? 30 ga teng. Demak, 30 ta tog' son bor, 30 ta juft son bor. Bizda juft son kelganligi sababli tog' sonlar soni ham, juft sonlar soni ham teng chiqadi. Demak, S variant to'g'ri ekan. 10 dan 120 gacha nechta juft son bor? Xo'p, 120 dan 10 ni ayiramiz va 1 ni qo'shamiz. Avval buni orasida nechta son borligini topib olamiz. Xo'p, 120 dan 10 ni ayirsak, 110. 110 ga 1 ni qo'shsak, 111 ta son bor ekan azizlar. Va uni 2 ga bo'lamiz. 111 ni 2 ga bo'lamiz. 55 ta. Ya'ni 111 90 bo'lganligi sababli endi 2 ga ajraladi. 55 ta va 56 ta bo'ladi. Xo'p, 90 dan boshlab 90 dan tugasa 90lar ko'p bo'ladi. Juft sondan boshlab juft sondan tugasa juft sonlar ko'p bo'ladi. Demak, bizda juft sondan boshlab juft sondan tugaganligi sababli juft sonlar ko'p bo'ladi. Demak, 56 ta juft son bor ekan azizlar. Mana shu misollarga e'tiborli bo'lamiz. Ustozlarimiz yozishgan ekan, shu misollarda adashdim, nimaga adashdim deb yozishgan ekan. Videoni ko'rib endi sababini bilib olishadi. 50 dan katta, 130 dan kichik nechta juft son bor? Endi qaranglar azizlar. Dan katta, dan kichik deyapti. Ya'ni orasida deyapti. Orasida. Orasida desa, azizlar formulasini o'rgataman mana shu joyda. A dan B ni ayir, yo'q. A dan B gacha. A dan A va B orasida deb yoziyor, shu soddaroq bo'ladi. A va B orasida sonlar. Orasida desa azizlar, kattasi B bo'ladimi? B dan A ni ayirib, 1 ni ayirib qo'yamiz. Mana shu formula bilan ishlaymiz. Demak, bizda mana shu aynan 40-misolimizda orasida deb aytyapti. 130 dan 50 ni ayiramiz. Hop, 130 dan 50 ni ayirib, 1 ni ayirib qo'yamiz azizlar. Chunki orasida desa 50 ham kirmaydi, 130 ham kirmaydi-da azizlar. Shuning uchun 1 ni ham ayirib qo'yamiz. 130 dan 50 ni ayirsak, hop, 80 dan 1 ni ayirsak 79. Demak, 79 ta son bor ekan orasida. Demak, D variant to'g'ri ekan. To'xtanglar azizlar, javobni belgilashda biroz shoshilibmiz. Bizda mana bu joyda juft son so'rayapti ekan. Chalg'ituvchi joyi bor ekan. Demak, 79 ni 2 ga bo'lib qo'yamiz. Nechta bo'ladi? 39 ta bo'ladimi? 39 ta. Endi qaranglar, bittasi 39, bittasi 40 bo'ladi azizlar. Chunki 39 bilan 40 ni yig'indisi keyin 79 bo'ladi-da. Endi qaraymiz, juft sondan boshlab juft sondan tugagan bo'lsa, nima qilamiz? Juft sonlar ko'p bo'ladi. Mana bu 40 ni olamiz. Demak, B variant to'g'ri ekan azizlar. Juft sondan boshlanib, juft sondan tugayapti. Xo'p, 130 dan 50 ni ayirib 1 da ayirdik. Orasida deganligi sababli 79 ni 2 ga bo'lyapmiz. 79 ni 2 ga bo'lsak 39 ta juft son qatnashyapti. Shundan bizda juft sondan boshlanib juft sondan tugaganligi sababli 40 ta bo'lyapti. Ikkinchisi, hop,
41ga o'tamiz. Ikki xonali to'q sonlar nechta? Ikki xonali to'q sonlar nechta? O'zi ikki xonali sonlar nechta edi? Tepada topdik. 90 ta edi azizlar. 90 ta edi. Shu juft sonda turibdimi? Demak, shu shartta ikkiga bo'lib qo'ysak, yarimi to'q son, yarimi juft son bo'ladi. Demak, 45 ta to'q son, 45 ta juft son. Bizdan to'q sonni so'rayapti. 45 ni belgilaymiz. 42-misol. Eng katta bir xonali natural son nechaga teng? Eng katta bir xonali natural son nechaga teng? Qaranglar, savol berishni qaranglar. Eng katta bir xonali va natural bo'lsin ekan. Albatta 9. Bizdan 9 ni so'rayapti. Xo'p, keyingi 43-misolga o'tamiz azizlar. Shu joygacha bo'lgan savollar tushunarli bo'lyaptimi azizlar? Davom etamiz. 43. Agar eng katta bir xonali juft son b ga, eng katta to'q bir xonali son esa a ga teng bo'lsa, a dan b ni ayiring deyapti. Xo'p, shu a, b larni aniqlab ayirib qo'yar ekanmiz. Xo'p, eng katta bir xonali juft son bu 8 ga teng. Eng katta to'q bir xonali son esa 9 ga teng. Hop, 9 dan 8 ni ayirishimizni aytyapti. Bizda A variant to'g'ri ekan. Javobimiz 9 dan 8 ni ayirib 1 yozib qo'yamiz. Hop, 44-misolga keldik. Agar eng kichik ikki xonali son m, eng kichik ikki xonali son qaysi azizlar? Eng kichik ikki xonali son bu 10 ga teng. Eng kichik ikki xonali to'q son deyapti. Endi eng kichik ikki xonali to'q son bu 11 ga teng. Ikkalasini yig'indisi 10 bilan 11 ni yig'indisini so'rayapti. Javobimiz 21 ga teng bo'ladi azizlar. Qaydan 22 yozib qo'ydim. Hop, 21 degan S variant to'g'ri bo'lar ekan azizlar. 45-misolga o'tamiz. Eng katta ikki xonali songa nechani qo'shsak? Hop, eng katta ikki xonali son nechi edi? 99. O'shanga nechini qo'shsak, eng kichik uch xonali son hosil bo'ladi deyapti. Eng kichik uch xonali son 100 edi. Hop, 1 ni qo'shsak hosil bo'ladi. B javob to'g'ri ekan. 46-misol. Eng katta uch xonali son nechaga teng? Eng katta uch xonali son bizda 999 ga teng. 47-misol. Raqamlari turli xil bo'lgan eng katta uch xonali son. Qaranglar azizlar, turli xil degan joyiga chizib qo'yamiz. Mana shu savol aynan tushgan savol. Milliy sertifikat imtihonlarida shu 2 yil davomida tushgan misollardan terilgan ekan. Raqamlari turli xil bo'lgan eng katta uch xonali son. Qaranglar, o'zi eng katta uch xonali son 999 ga teng. Endi raqamlari turli bo'lsin desa, kamayish tartibida olamiz. 987. Eng kattasi mana shu bo'ladi azizlar. Raqamlari turli xil bo'lgan eng kichik uch xonali son. Xo'p, qaranglar, endi raqamlari turli xil bo'lgan eng kichik. O'zi raqamlari turli xil bo'lmagani 100 edi, eng kichik uch xonali son. Endi raqamlari turli xil bo'lsa azizlar, 102 bo'ladi. Shunaqa misol tushganda milliy sertifikat imtihonda tushgan savol tahlil qilganimizda bitta o'quvchi aytdiki, ustoz 123 bo'ladi dedi. Yo'q, undan ham kichkinasi bor-da. 102chi desam, ha deb o'shanda to'xtab qoldi. Demak, eng kichik uch xonali raqamlari turli xil bo'lgani 102 ga teng. Va aytyapti, mana shu A ga teng bo'lsa, mana shu B ga teng bo'lsa deyapti. Mana bu ifodani topib qo'ying. 10 ni B ga ko'paytirib, A ni ayirib qo'ying deyapti. Demak, 102 ni ko'paytiramiz 10 ga va 987 ni ayirib qo'yar ekanmiz azizlar. Xo'p, 1020 dan 987 ni ayirsak necha bo'ladi? Hop, 33. Demak, D variant to'g'ri ekan azizlar.
48-misolga o'tamiz. Raqamlari bir xil bo'lgan eng kichik 3 xonali sondan raqamlari bir xil deb o'zi aytib qo'yaptimi? 3 xonali son. Demak, 999 nechini ayirsak, eng kichik 3 xonali son hosil bo'ladi. Eng kichik 3 xonali sonni raqamlarini aytmayapti. Eng kichik 3 xonali son bu bizga 100 ga teng. Demak, 999 dan nechini ayirsak 100 bo'ladi. Demak, to'xtanglar. Raqamlari bir xil bo'lgan eng kichik voy mana bunga e'tibor bermay qolibmiz. Eng kichik degan ekan. Eng kichik 3 xonali son bu 100 ga teng. Raqamlari bir xil bo'lsin desa 111 ga teng. Biz eng kattasini olib qo'yibmiz azizlar. Aytdim, javoblarida kichkina sonlar berilyapti deb. Raqamlari bir xil bo'lgan eng kichik 3 xonali son bu 111 ga teng. 111 dan nechini ayirsak 100 bo'ladi. Demak, 11 ni ayirsak javobimiz A variant ekan. Savollarni yaxshilab tahlil qilib o'qib ko'rar ekanmiz. Raqamlari turli xil bo'lgan eng kichik 4 xonali sonni deyapti. Hop, raqamlari turli xil bo'lsin ekan, eng kichik bo'lsin ekan, 4 xonali son bo'lsin ekan. Hop, o'zi eng kichik 4 xonali son qaysi? 1000 a. Bizda nima deyapti? Raqamlari turli xil bo'lsin deyapti. Shuning uchun nimani olamiz? 1 0 23 ni olamiz. Shu joyda 1234 ni olib qo'ymaymiz azizlar. 0 ni ham qatnashtiramiz. 0 ni qatnashtirsak eng kichigi hosil bo'ladi. Shuning uchun 1023 ni olamiz. Xo'p, shuni endi nimasini so'rayapti bizdan? Raqamlari, barcha raqamlar yig'indisini so'rayapti. Shularni birma-bir qo'shib chiqarganmiz azizlar. Demak, 1 plus 0 plus 2 plus 3 javobimiz 6 ta chiqar ekan. S variant to'g'ri ekan azizlar. 50-misolga o'tdik. Barcha raqamlari juft eng katta 2 xonali songa nechani qo'shsak? Hop, shu yergacha tahlil qilib olaylik. Barcha raqamlari juft bo'lsin va eng katta 2 xonali son bo'lsin. Eng katta 2 xonali son bu 99 ga teng. Endi shu 99 da aytyapti, raqamlari juft bo'lsin deyapti. Nima qilamiz? 9 ni 8 ga aylantiramiz. Keyingisini ham 8 ga aylantiramiz. Demak, barcha raqamlari juft bo'lgan eng katta 2 xonali songa nechini qo'shsak, barcha raqamlari toq eng kichik 3 xonali son hosil bo'ladi. Barcha raqamlari toq, hop, barcha raqamlari toq eng kichik 3 xonali son bu 111 ga teng azizlar. Demak, nima qilamiz? 111 dan 88 ni ayirsak bizda javobimiz 23 ga teng bo'lar ekan. D variant to'g'ri ekan azizlar. 51-misolga o'tamiz. Barcha raqamlari juft eng kichik 3 xonali sonning raqamlari yig'indisi nechaga teng? Xo'p, barcha raqamlari juft bo'lsin. 3 xonali son bo'lsin. O'shalar raqamlari yig'indisini toping. Avval eng kichik 3 xonali son nimaga teng? O'shani topib olamiz. 100 ga teng. Shunda barcha raqamlari juft bo'lsin ekan. Nima qilamiz? Juftga aylantiramiz. Mana bu 1 ni yozishimiz mumkin emas. Shuni o'rniga 2 yozamiz. 0 o'zini joyida turadi. 0 juft son va ikkinchi 0 ham o'zini joyida turadi. Eng kichik deyapti azizlar. Shu joyda hop, eng kichigi mana shu bo'ladi. Undan boshqasini yozadigan bo'lsak, jufti raqamlari bilan unda katta bo'lib qoladi. Misol uchun, hop, 168 raqamlari 6 bilan 8 juft bir toq bo'lib qolyapti-da. Shuning uchun bundan 200 dan kichkina sonni yoza olmaymiz. Eng kichigi shu.
Shunda raqamlarning yig'indisini topib qo'ysak, azizlar, 2 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsak, javobimiz 2 chiqar ekan. A variant to'g'ri ekan. Albatta chalg'ituvchi shunaqa, lekin fikrlab, tahlil qilib ishlashimiz kerak, azizlar. Mana shu misollarni ishlab chiqqaningizdan keyin hech qanaqa misollarda berilganda tahlil qilishga qiyinchilik tug'dirmay qoladi. Chunki eng qiyin darajadagi misollari mana shunga teng bo'ladi. Quyidagi tasdiqlarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini ko'rsatilgan javob variantlarini aniqlang. Barcha raqamlari juft eng katta 3 xonali son 888. Ha, albatta, biz buni yozdik. Barcha raqamlari juft bo'lgan eng katta 3 xonali son bu 888 ga teng ekanligini tepada yozib ketdik-a. Bu to'g'ri. Eng kichik 2 xonali son 11. Yo'q, eng kichik 2 xonali son bu 10 ga teng. Shuning uchun bu noto'g'ri. Raqamlari turli xil bo'lgan eng kichik 3 xonali son 123. Yo'q, noto'g'ri. Raqamlari turli xil bo'lgan eng kichik 3 xonali son nima deb yozdik? 102 deb yozdik. Shu joyda adashmaymiz, azizlar. Bu ham noto'g'ri ekan. Demak, bir to'g'ri, noto'g'ri degan. Xo'p. Bunaqa javob yo'q-ku. 52 tahlil qilamiz. Ikkinchisi. Xo'p, bizda to'g'ri javob yo'q bo'lyaptimi? Quyidagi tasdiqlarning to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlang. Bir daqiqa, azizlar, shunda kitobda yozib olyapman. Ustozlar, hijolat bo'lmanglar. Shu joyda kitobni ochib ko'ray, chunki men bu elektronniy variantini ko'chirishda xato qilgan bo'lishim mumkin. Bir daqiqa shu joyda shoshmay turasizlar, azizlar. Kitobni shu joyda ko'rib, tahlil qilib ketamiz, azizlar. 52-misol, javoblarda xato bo'lishi ham mumkin. Bir daqiqaga ko'rib olamiz. Ha, azizlar, mana shu kitobda elektronniy variantini qilishda xato ketib qolibdi. Mana shu yerda noto'g'ri ekan, azizlar. Noto'g'ri. Yo savolda noto'g'ri yozganmiz yoki kalitda demoqchi edim. Ozgina mana shu joyda xato ketib qolibdi. D variant to'g'ri ekan, azizlar. Kitobda to'g'ri, noto'g'ri berilgan ekan. Demak, savollari to'g'ri, javobda ozgina yozishda xatolik ketib qolibdi. Oxirgi raqami 5 bo'lgan 2 xonali natural sonlar nechta? Qaranglar, azizlar, oxirgi raqami 5 bo'lgan 2 xonali natural sonlarni so'rayapti bizda. Sanaymiz, 15, 25, 35, 45, 65, 55 qolib ketdi. Hop, 55 yozib ketaveraylik. 75, 85 va 95. Demak, 9 ta ekan, azizlar. B variant to'g'ri ekan, azizlar. 5 raqami bilan tugagan 2 xonali natural sonlar 9 ta ekan. Keyingi misolimizga o'tamiz. 6 raqami bilan tugagan 2 xonali natural sonlar nechta? U ham 9 ta chiqadi, chunki xuddi shu sonlarni 6 qilib yozib chiqsak, uni sanasak ham 9 ta chiqadi, azizlar. Xo'p. Keyingi misolimizga o'tamiz. Birinchi raqami 1 bo'lgan 2 xonali natural sonlar nechta? Birinchi raqami 1 bo'lgan bu 1 dan boshlangan degani 10, 11, 12 va hokazo 19 gacha. 1 dan 9 ga 11 dan 19 gacha 9 ta, 10 bilan 10 ta. Demak, C variant to'g'ri ekan, azizlar. 56-misol. 2 raqami bilan boshlangan 2 xonali natural sonlar nechta? Ya'ni bizda nimani so'rayapti? 20, 21,
22 va hokazo 29 gacha so'rayapti. 21 dan 29 gacha 9 ta, 20 bilan 10 ta. Demak, C variant to'g'ri ekan azizlar. To'rt raqamli qatnashgan ikki xonali natural sonlar nechta? Endi azizlar qaranglar. Savolni ozgina chalg'itibroq beryapti. To'rt raqami qatnashsin deyapti. Avval to'rt raqami bilan tepada ko'rganimiz oxirgi raqami 4 bilan tugaganlari nechta chiqadi? 4 raqami qatnashgan ikki xonali natural sonlarni sanashda 4 raqami bilan tugaganlari nechta chiqadi? 14, 24, 34, 44. Buni bitta sanaymiz 44 ni ham va hokazo oxirida 94. 9 ta chiqyaptimi? Endi shu joyda bu 9 ta. Endi 40, 41, 42, 43, 44 ni sanab ketganmiz, nariginga qo'shib ketganmiz. 45, 46, 46, 47, 48 va 49. Bu ham mana bu nechta chiqyapti azizlar? Xo'p, 1 dan boshlab 9 gacha 9 ta borida 44 kirmayapti 8 ta va 40 qatnashyapti 9 ta. Demak, ikkalasi ham 9 tadan 18 ta degan javob bo'lar ekan azizlar. Demak, 9 ta 9 ta 9 9 ga 9 ni qo'shib 18 ta qilib oldik azizlar. 58 9 raqami qatnashgan ikki xonali natural sonlar nechta? Xuddi bu ham 4 raqami bilan bir xil azizlar. Buni ham 18 ta olamiz, chunki sanaganimizda shu sonlar bir xil ketadi. Faqatgina o'zgaradi xolos. Qiymatlari o'zgaradi xolos. 59 6 raqami qatnashgan 100 dan kichik ikki xonali sonlar nechta? O'zi mantiqsizlik bo'lib qoldi. O'zi 100 dan kichik sonlar ikki xonali. Bir xonalini kirmayotganini ikki xonali deb ajratib ketibdi-da, shuning uchun. 6 raqami qatnashgan deyapti. Demak, 6 raqami qatnashgan ikki xonali sonlar tepadagi nima bilan bir xil, savolimiz bilan bir xil bo'ladi, chunki 6 raqami bilan tugaganlari 9 ta. 6 raqami bilan tugaganlari 9 ta, 6 raqami bilan boshlanganlari 9 ta. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, bu ham 18 ta chiqadi azizlar. B variant to'g'ri ekan. 8 raqami qatnashmagan. Qaranglar endi azizlar. Endi ozgina chalg'ituvchi beryapti. 8 raqami qatnashmagan ikki xonali natural sonlar nechta deyapti? Qatnashganlari nechta edi? 18 ta edi, chunki 9 ta tepada topganlarimizni soni bilan bir xil bo'ladi. O'zi ikki xonali sonlar nechta edi? 90 ta deb topganmiz. Ikki xonali sonlarni 90 dan 18 ni ayirib qo'ysak bo'ldi azizlar. Demak, 72 ta 8 raqami qatnashmagan sonlar bor ekan. C variant to'g'ri ekan azizlar. 61-chi misolga keldik. 5 raqami yo'q. 100 dan kichik natural sonlar nechta? Endi nima deyapti? Xuddi tepadagi 8 raqami qatnashmagan degan so'z bilan sinonim narsani beryapti azizlar. 5 raqami yo'q degani, demak 5 raqami qatnashadiganlar nechta edi? Qatnashadiganlari 18 ta edi. Ya'ni 5 raqami bilan tugaydiganlari 9 ta, 5 raqami bilan boshlanadiganlari 9 ta. 55 ikkalasidan bittasi bilan sanaladi. Shuning uchun 18 ta. Xo'p, endi shunday 100 dan kichik natural sonlar deyapti azizlar. Shu joyda ikki xonali degan joyi yo'q ekan. Endi 18 ta emas. Qo'shamiz 1 ni, bir xonalida 5 bor-ku. O'shani ham qo'shib qo'yamiz 19 ta. O'zi 100 dan kichik sonlar nechta? 99 ta son bor, 100 dan kichik. 1 dan boshlab 99 gacha. Shundan 19 ni ayirib qo'yamiz. 80 ta 5 raqami qatnashmagan sonlar bor ekan azizlar.
62 misolga o'tamiz. Barcha raqamlari bir xil bo'lgan ikki xonali sonlar nechta? Qaranglar, barcha raqamlari bir xil bo'lgan deyapti. Ikki xonali sonlar, ya'ni chiroyli sonlar aytyapti. Buni matematikada chiroyli sonlar deb aytiladi. 11, 22, 33 va hokazo 99 gacha 9 ta. 9 ta chiroyli son bor. Barcha raqamlari bir xil bo'lgan ikki xonali sonlar. Endi 63 da aytyaptiki, azizlar, raqamlari turli xil bo'lgan ikki xonali sonlar nechta? O'zi ikki xonali sonlar 90 ta edi. Raqamlari bir xil kelgani tepada sanadik 9 ta chiqdi. Xo'p, 90 dan 9 ni ayirib qo'ysak, raqamlari turli xil bo'lgani chiqadimi? Xo'p, 81 ta raqamlari turli xil bo'lgani bor ekan, azizlar. 63 B variant to'g'ri ekan. 64-misol. Oxirgi raqami 7 bo'lgan uch xonali sonlar nechta? Ana endi qaranglar, azizlar, oxirgi raqami 7 bo'lgan uch xonali sonlar nima deyapti? 107 deyapti. Xo'p, 117 deyapti. 127 deyapti va hokazo. Oxirida nima bo'ladi? Uch xonali degani 997. Mana bularni sanab chiqishimiz uchun biz nima qilamiz? Xo'p, faqatgina 7 raqami bilan tugaganlari deyapti. 107, 117, xo'p, 127 dan boshlab 997 gacha ekan. Qaranglar azizlar, mana shu joyda ketma-ketlikda yozaman. Birinchi usuli bu 107 dan boshlab 197 gacha 7 raqami bilan tugaydigan sonlar nechta chiqadi? 9 ta chiqadi, azizlar. 9 ta 107, 127, 137, 147 va hokazo. Birdan boshlab sanaganimiz uchun yo'q, 9 ta emas, 10 ta chiqar ekan. Chunki 107 dan boshlanyapti-da, azizlar, 117 dan emas. 10 ta. Mana shu joyda 10 ta chiqadi. 10 ta. Ikkinchisi, hop, 207 dan boshlab 297 gacha ham 10 ta. Hamma yuzliklardan 10 tadan chiqsa, nechta yuzlik bor? Birdan boshlab 900 gacha. 9 ta yuzlik bor, ha? Demak, 9 dan 10 tasi 90 ta 7 bilan tugaydigan son bor ekan, azizlar. D variant to'g'ri ekan. Ketma-ketligini qonuniyatini bilib olsak, hisoblashimiz oson bo'ladi, azizlar. Doimo shunaqa misollarda. 6 raqami bilan tugaydigan uch xonali sonlar nechta? Endi tepadagi savolimiz bilan bir xil. Bu ham 90 ta chiqadi. Endi qaranglar, bir raqami bilan boshlangan uch xonali sonlar nechta deyapti. Hop, birinchi raqami 1 bo'lsin ekan. Ya'ni 100, 101, 102 va hokazo 199. 200 ga o'tib qolsa bo'ldi, bu olmaymiz. Nimaga? Chunki ikki raqami bilan boshlanib qolyapti-da. Bizga bir raqami bilan boshlanadigan kerak. Demak, 100 dan 199 gacha nechta son bor? 199 dan 100 ni ayirib, 1 ni qo'shib qo'yamiz, azizlar. 199 dan 100 ni ayirsak 99, 1 ni qo'shsak 100 ta son 1 bilan boshlanar ekan. Ya'ni hop, yuzliklarda bir raqami bilan boshlanadigan sonlar 100 ta ekan. 66 A variant ekan, azizlar. 67 ga o'tdik. Birinchi raqami 8 bo'lgan uch xonali sonlar nechta? Bu ham 100 ta chiqadi, azizlar. Bir xil, ya'ni 800 dan boshlab 899 gacha nechta son bor deydi. 68-misolga o'tdik. Charchab qolmagan bo'lsangiz, bizda ozgina misol qoldi, azizlar. Quyidagi tasdiqlarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini ko'rsatilgan javob variantini aniqlang. 2 dan 0 raqami bilan qatnashgan uch xonali sonlar 10 ta. Nima deyapti?
Ikkita 0 raqami qatnashgan 3 xonali sonlar 10 ta. Kelinglar sanab ko'ramiz. 10 donagina ekan. Hop, tekshirib ko'ramiz. Nima deyapti? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Hop. 1 dan 9 gacha 9 ta son bo'lganligi uchun 100 dan 900 gacha ham sanab 100 taliklardan sanab ketyapti. 10 ta emas, demak 9 ta ekan azizlar. Mana shu noto'g'ri ekan. Faqat ikkita raqami 8 faqat ikkita 8 raqami qatnashgan 3 xonali sonlar 26 ta. Faqat ikkita 8 raqami qatnashgan 3 xonali sonlarni aytyapti azizlar. Xo'p, qaranglar. Oxiri 88 bo'lishi mumkin. Mana bu yerdagi son nima bo'lishi mumkin? Pastga yozay shuni. Pastga yozamiz. Xo'p, ikkita 8 bo'lishi mumkin. Mana bu yerdagi son necha bo'lishi mumkin? 1, 2, 3, 4, 0 bo'lishi mumkin emas. Demak, 9 gacha bo'lishi mumkin. Bundan 9 ta. Xo'p. Endi 8, ikkala 8 o'rtada boshqa son keladigan nechta son bor? 818, 823 va hokazo 9 gacha. Bu ham 9 ta. Lekin 0 ham bor-da azizlar. 9 ta emas. 10 ta ekan. 0 o'rtada kelishi mumkin. 0 boshida kelmasligi mumkin-da. Shuning uchun faqat o'rtada kelishi mumkin va oxirida ham kelishi mumkin. Endi boshida ikkita 8, oxirida 0, 1, 2, 3, 4 bo'lgan va hokazo 9 gacha 10 ta chiqadi. Demak, hisoblaymiz. 10, 10, 9, 29 ta chiqar ekan. Demak, bizda 26 ta deb qo'yapti. Xato. Bizda 29 ta chiqdi. Raqamlari bir xil bo'lgan 3 xonali sonlar 9 ta. Endi bu raqamlari bir xil bo'lgan 3 xonali sonlar 9 taligi aniq. Chunki 111, 222, 320, 333, 444 va hokazo 9 ta chiqadi azizlar. Bu to'g'ri ekan. Noto'g'ri, noto'g'ri, to'g'ri degan bunaqa javob yo'q ekan. Buni ham qaysi javobliligini hozir kitobdan ko'ramiz. 68-misol ekan. Noto'g'ri, noto'g'ri, to'g'ri degan. Noto'g'ri, noto'g'ri, to'g'ri degan javob ekan. Xo'p, bizda bir daqiqa. Sakkiz raqami qatnashgan. Ikkita 8 raqami qatnashgan 3 xonali sonlar 26 ta deyapti. Bu noto'g'ri. B variant ekan azizlar. Mana bunisi to'g'ri ekan. Ozgina mana shu joyda xato ketib qolibdi. No degan so'zi yo'q ekan. Demak, B variant to'g'ri ekan. Noto'g'ri, noto'g'ri, to'g'ri degan B variant to'g'ri ekan azizlar. Quyidagi sonlarning nechtasining raqamlari kamayish tartibida joylashgan? Qaranglar, mana shunga jiddiy e'tibor beramiz. Raqamlari kamayish tartibida degani, bu degani 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mana shular kamayyapti. Mana shu kamayish tartibida degani. Xo'p, 6 8 dan kichik bo'lib qolyapti. Bu emas. 4 2 dan kichik kamayyaptimi? Ha, buni olamiz. 9 5 1 bu ham kamayyapti. 1 2 3 bu o'syapti. Buni olmaymiz. 872 kamayyapti. Buni olamiz. 9 5 2 0 bu ham kamayyapti. Olamiz. Demak, nechtasi deganligi sababli 1 2 3 4 4tasi degan D variant to'g'ri bo'lar ekan azizlar.
70-misol. Quyidagi sonlarning nechtasining raqamlari o'sish tartibida joylashgan? Endi o'sish tartibi azizlar shuni teskarisi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana shu o'sish tartibi degani. Shu darajada joylashsin, ya'ni birinchi raqam ikkinchisidan kichkina bo'lsin deyapti. Ha, o'sish tartibi birinchisi 47 o'sib ketyapti. 4 7 kelyapti chunki. 3, 4, 9 bu ham o'sib ketyapti. 1, 9 bu ham o'syapti. 2, 5, 6 bu ham o'syapti. 6, 2, 1 yo'q. Bunisi o'smayapti. Bunisi kamayib ketyapti. Raqamlari. Raqamlari 7, 8 bu aralash holatda kelyapti. Buni ham chiqarib yuboramiz. Nechtasi deganiga sababli bizda 4 tasi degan D variant to'g'ri ekan azizlar. Raqamlari kamayish tartibida bo'lgan ikki xonali sonlar nechta? Endi qaranglar, bizda ikki xonali sonlarni raqamlari kamayish tartibidaligini so'rayapti. Ya'niki raqamlari kamayish tartibida birinchi 10 dan boshlasak, birinchi 10 kiradi. 11 teng bo'lib qolyapti, uni olmaymiz. Xo'p, birinchi 10 talikda bitta chiqar ekan. Ikkinchi 10 talikda, ya'ni 20 bilan 21 ikkita chiqar ekan. Ha, 30liklardachi 30, 31, 32. Mana 3 ta chiqar ekan. To'rtinchisi 40, 41, 42, 43. Demak, 4 ta chiqar ekan. Bu yog'i endi 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta bo'lib chiqib ketadi. Ya'ni 1 dan 9 gacha nechtaligini topish uchun 1 dan 9 gacha sonlarni yig'indisini topib qo'yamiz. Bu 45 ga teng azizlar. D variant to'g'ri bo'lar ekan. Endi 72 da raqamlari o'sish tartibida bo'lgan ham shuncha deb o'ylarsizlar. Yo'q, aksincha raqamlar o'sish tartibida bo'lgani boshqacha chiqadi. O'sish tartibi nima degani? Xo'p. O'sish tartibi mana bunday degani. 10 10 kirmaydi. 12 12 13 14 15 16 17 18 19. Demak, birinchi 10 talikdan nechta chiqyapti? 8 ta chiqyapti azizlar. 8 ta. Keyingi 20 talikdan 23 bu boshlanib ketadimi? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 7 ta chiqyapti. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xo'p, 90 da ichida raqamlari o'sish tartibida bo'lgani yo'q bo'lib qoladi. Chunki hammasi raqamlari kamayish tartibiga kirib qoladi 90 talik. Shuning uchun 1 dan 8 gacha raqamlar yig'indisi 45 dan 9 ayirib qo'ysak 36 ga teng bo'lar ekan. C variant to'g'ri bo'lar ekan azizlar. Xo'p, 73-misolga yetib keldik. 2 va 5 raqamlari yordamida nechta turli raqamli ikki xonali son hosil qilish mumkin? Xo'p, turli raqamli deyapti. Shu yerga e'tibor beramiz. 25 va 52 hosil qilish mumkin. Demak, 2 ta degan A variant to'g'ri ekan azizlar. 74-misol. 4 va 9 raqamlari yordamida nechta ikki xonali son hosil qilish mumkin? Endi qaranglar, turli degan so'z bormi? Yo'q, mana turli degan so'z. Shuning uchun raqamlari takrorlansani ham olamiz. 44, 99, 49 va 94 azizlar. 4 ta chiqar ekan. Bizda raqamlari turli demayapti-da, shuning uchun raqamlari takror kelgani ham olamiz azizlar. 75, 5 va 0 raqamlari yordamida ikki xonali sonlar tuzish mumkin. Endi takrorlarni ham olamiz, lekin 05 degan ikki xonali son yo'q. Shuning uchun buni sanamaymiz. 50 ni olamiz. Hop. Takror turli demaganligi uchun takrorini ham olamiz. 55. 52 va 55 degan 2. Ya'ni bizda ikkita son ekan, shunaqasi. 76. 1, 2, 7 raqamlari yordamida nechta turli ikki xonali son hosil qilish mumkin? Xo'p.
ikki xonali son tuzish mumkin bo'lgan mana bu ikkita katakcha qo'yib olamiz va turli degan so'zi bo'lsa, uchta sonni saralab olyapmiz. Birinchisiga 3 ta yozamiz va kamayish tartibida keyingisiga 2 yozamiz. 3 kara 2 6 ta ikki xonali son tuzish mumkin. Xohlasangiz yozib chiqishingiz ham mumkin, azizlar. 12 17 21 71 va 27 72. Mana 6 ta chiqdi, azizlar. Endi 0 qatnashib qolsa-chi, shu joyda 0, 4 va 5 raqamlari yordamida nechta ikki xonali son hosil qilish mumkin? Xo'p, bizda ikkita ikki xonali desa ikkita katakcha bo'ladi va birinchisiga 3 ta yoza olmaymiz. Aslida 3 kara 2 yozishimiz kerak edi. 0 qatnashib qolganligi sababli, azizlar, shu joyga 3 ni o'rniga 2 yozamiz, bitta kamaytiramiz. 2 kara 2 4 ta hosil qilish mumkin. Chunki 04, 05 degan ikki xonali sonlar yo'q-da. Shuning uchun 0 ni birinchi xonaga tanlab ola olmaymiz. Bularni sanaydigan bo'lsak, ikki xonali sonlarda 45, 54, 40 va 50 degan sonlar bor. Azizlar, 4 degan A variant to'g'ri bo'lar ekan. 78-misol. Yozuvida faqat 089 raqamlari ishtirok etgan turli deyapti, azizlar. Endi 3 xonali sonlar nechta? Turli desa, azizlar, bizda 3 xonali deyapti. 2 1 bo'lib kamayib ketishi kerak edi. Birinchi xonaga 3 ta, keyingisiga 2 ta, keyingisiga bitta saralab olishimiz mumkin edi. Endi hop, 0 qatnashib qolganligi sababli mana bu 3 ni o'chiramiz-da, bitta kamaytirib 2 yozib qo'yamiz, chunki 089 degan 3 xonali sonlar yo'qligi sababli javobimiz 4 ta chiqar ekan. A variant to'g'ri ekan, azizlar. 79 ga keldik. Yozuvida faqat 1, 6, 7 raqamlari ishtirok etgan turli raqamli deyapti. Demak, 3, 2, 1. 6 ta. Bunda 0 qatnashmayapti. 3, 2, 1 deb zinama-zina usulidan ishlashimiz mumkin, azizlar. Buni 167, 176 qilib sanab ketsangiz ham 6 ta chiqadi, azizlar. S variant to'g'ri ekan. Keyingi misolimiz 80-misolimiz. Yozuvida faqat 2, 5, 6 raqamlari ishtirok etgan turli raqamli 3 xonali sonlar nechta? Xo'p, bu ham 3, 2, 1 bo'lib 6 ta chiqadi, azizlar. Tepadagi misolimiz bilan bir xil. Buni yozib chiqishlaringiz mumkin bemalol. 81-misolimiz. Nechta ikki xonali sonda 1 ham 6 ham qatnashmagan? Ana bu juda zo'r savol. Milliy sertifikat imtihonida tushgan savollardan bittasi hisoblanadi. Nechta ikki xonali sonda 1 ham 6 ham qatnashmagan? Qaranglar, azizlar. Xo'p, 1 ham 6 ham qatnashmagan nechta ikki xonali son bor deyapti. Jami, xo'p, 90 ta ikki xonali son bor. 90 ta ikki xonali son bor. Bir qatnashganlari nechta chiqdi, azizlar? 18 ta chiqdi. Xo'p, bir qatnashganlari. Shuni boshqacha usulda topaylik. Mana bunday qilamiz. Bu usulda ham ishlashimiz mumkin. Chalg'itib yuboradi-da bunisi. Xo'p, 1 ham 6 ham qatnashmagan desa 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ni o'chirib tashlaymiz. 6 ni o'rniga, shuni o'rniga 0 yozib keting. 0, 7, 8, 9. Demak, o'zi 10 ta raqam bor. Shu joyda ikkitasi chiqib ketyapti. Shulardan biz ikki xonali son tuzishimiz kerak ekan, azizlar. Xo'p, bizda nechta son bor? 8 ta bo'lyapti.
8 ta. Birinchi xonasiga 8 ta son joylashimiz mumkin va ikkinchi xonasiga 7 ta joylashimiz mumkin. Ikkinchisiga ham turli xil demayapti, shuning uchun ikkinchisiga ham 8 ta joylashimiz mumkin ekan. Va shu yerda bizda mana bu 0 qatnashib qolganligi sababli mana buni 8 ni o'chirib, bitta kamaytirib qo'yishimiz kerak azizlar. Chunki 0,4 degan ikki xonali son yo'qligi sababli. Demak, 56 ta chiqar ekan. 56 ta 1 ham 6 ham qatnashmagan sonlar bor ekan azizlar. Bizda C variant to'g'ri ekan. Bir qatnashgan sonlarni biz nechta dedik? 18 ta sanadikmi? 6 ham qatnashmagan degani uchun uni ham 18 ta sanadik. O'shalarni qo'shib ayirsak ham chiqishi kerak. Jami 90 ta sondan ayirib qo'ysak ham unisi ham javob bir xil chiqadi. 82-misolga keldik. A, B, S sonlar quyidagi sonlarga teng bo'lsa, ularni o'sish tartibida joylashtiring. Xo'p, bizda eng kattasi qaysi bo'ladi? O'zi mana bu C variant, C kalitimizda bizda 4 xonali son beryapti. Qolganlarida 5 xonali son beryapti. Demak, eng kichigi C bo'lishi aniq ekan, azizlar. Endi ikkalasini solishtirib qo'yamiz. 44538 kattami? 44508 kattami? Albatta 44538 katta. Undan keyingisi B, undan keyingisi A bo'lar ekan. C, B, A degan B variant to'g'ri bo'lar ekan, azizlar. 83-misolga yetib keldik. Tengsizlik o'rinli bo'lishi uchun yulduzcha o'rniga qanday raqam qo'yish mumkin? To'liq javobni aniqlang. Xo'p, ya'ni to'liq javobni aniqlang degani 0 qo'ysak ham bo'ladi, azizlar. 206, 226 dan kichik albatta. Lekin bizda eng to'lig'i doimo to'g'ri variant bo'ladi. 0 ni qo'ysak, 1 ni qo'ysak, B variant to'liq ekan. 226, 2 ni qo'ysak, D variant chiqib ketadi. Bir ham to'g'ri, lekin eng to'lig'i B javob bo'ladi, azizlar. 84-misol. Tengsizlik o'rinli bo'lishi uchun yulduzcha o'rniga qo'yish mumkin bo'lgan barcha raqamlar yig'indisini toping. Xo'p, yulduzcha o'rniga qaysi raqamlar qo'yishimiz mumkin? 0 ni, 1 ni qo'yishimiz mumkin, 2 ni qo'yishimiz mumkin. Xo'p, 3 ni, 4 ni va 5 ni, 6 ni, chunki 36 bo'lyapti-da, azizlar. Mana bu 3 2 dan katta bo'lyapti. 9 gacha qo'yishimiz mumkin bo'ladi. 6, 7, 8, 9. 1 dan 9 gacha raqamlar yig'indisi 45 ga teng, azizlar. 0 ni qo'shsak, baribir 45. 84 variant to'g'ri ekan, azizlar. 85-misolimiz. Tengsizlik o'rinli bo'lishi uchun yulduzcha o'rniga qo'yish mumkin bo'lgan barcha raqamlar yig'indisini toping. Xo'p, qaranglar, o'zi 109 dan hamma raqamni qo'ygan taqdirimizda ikki xonali sonlar kichkina bo'ladi. Demak, hamma raqamni qo'yishimiz mumkinmi? Hamma raqamlar yig'indisi nimaga teng? 45 ga teng. Bo'ldi, o'ylanib o'tirmasdan 85 ni D variant to'g'ri ekan deymiz. 86 da xo'p, asl ko'chirishda xatolik ketib qolibdi. 86 da o'zi bunaqa savol berilgan. Ya'niki 3 yulduzcha 8 mana bunday berilgan. 389. Ko'chirishda xato ketib qolibdi. Ya'ni mana shunda yulduzcha o'rniga qo'yish mumkin bo'lgan raqamlar yig'indisi emas, ko'paytmasini toping ekan, azizlar. Xo'p, 389 dan katta bo'lishi uchun yulduzcha o'rniga qaysi raqamlarni qo'yamiz? Agar 8 qo'yadigan bo'lsak, 388 bo'lib 389 dan kichik bo'lib qoladi. Yulduzcha o'rniga faqat, azizlar, 9 qo'yishimiz mumkin ekan. 398 bo'lgandagina katta bo'ladi. Demak, A variant to'g'ri. Faqat bitta bo'lgani uchun o'zini belgilab qo'yavering deyapti. 86 A variant to'g'ri ekan.
Endi 87 ni berilishida shunaqa ekanki, ikkita yulduzcha berilibdi. Mana bu ikkita yulduzcha, ya'ni ikkita yulduzcha 2 tepasida chizig'i 675 berilgan ekan. Ko'chirishda ozgina xatolik ketib qolibdi. Mana shu ikkita yulduzcha o'rniga qanday raqam qo'yish mumkin? Bir xil belgilar, bir xil sonlarni ifodalaydi. Ya'ni 1 qo'ysak 112 paydo bo'lar ekan, 2 qo'ysak 222 paydo bo'lar ekan, azizlar. Xo'p, qaysi sonlarni qo'yish mumkin? Javoblardan qo'yar ekanmiz, azizlar. Xo'p, 7 qo'yishimiz mumkin. 772 675 dan katta. 7 ni olar ekanmiz. Hamma javobda 7 bor ekan, azizlar. Endi 8 ni tekshiramiz. 8 ni tekshirsak, javoblardan ko'pi chiqib ketadi. Xo'p, 882 albatta 675 dan katta. Demak, 8 ham kirar ekan. Demak, 8 kirmaydigan mana bu javob chiqib ketadi. 8 kiradigan. Endi 9 ni tekshirib qo'yaylik. 992 ham albatta 675 dan katta. Demak, 9 ham kirar ekan. Bizda A variant to'g'ri bo'lar ekan, azizlar. 662 675 dan kichik bo'lib qolishi uchun C variant kirmaydi, azizlar. Bizda 87 talik Z avlod kitobining birinchi mavzusi tugadi, tahlili, azizlar. Milliy sertifikatga imtihoniga tayyorlanish uchun eng zo'r kitoblardan biri Z avlod kitobi ekan. Bu yangi chiqdi, sotuvda yo'q hali. Toshkent shahrida bor ekan. Endi viloyatlarga bitta ikkita qilib tarqatilyapti ekan.